Xo'p, endi tabloni konfiguratsiya qiladigan dasturni ishlash prinsipini men sizlarga xudo xolasa soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman akalar. Xo'p, mana bu joyda mana tabloimizni konfiguratsiya qiladigan dasturimiz bor. Kanalimizga tashlaganimizda ko'pchilik ishlatishni tushunmaganda unchalik men hozir xudo xolasa qo'limdan kelgancha tushuntirib qo'yishga harakat qilaman. Moshina hozir moshinaga ulanmagan holatligi uchun ozgina qiyin bo'lishi mumkin, lekin aqli raso odam xudo xolasa bittada tushunib oladigan qilib tushuntirib qo'yaman sizlarga. Xo'p, mana bu joyda programmamiz ichini ochganimizda mana MDA 2 chiqib turibdi. Strelkani bosamiz. Bizda MDA bo'lsa, bu MDA 1, bu MDA 2, Schematic 2, Schematic 3. Например, Schematic 2 da ishlamoqchimiz biz. Schematic 2 ni tanlaymiz. Gem IPS tanlaymiz. Birinchi variant Chevrolet Cobalt avtomobili bo'ladi. Bu birinchi variantda faqat asosiy Cobaltlar bilan ishlaymiz. Ya'ni P16. İkinci variant Malibu'lar bilan ishlaymiz. Например, Malibu, Equinox shunaqa variantlar bilan ishlaymiz. Qarang. Например, variant 2. Bizga Malibu 2 keldi, Malibu 2 avtomobili keldi. Biz unga performance menyusini yoqmoqchimiz. IPS ga kirib, ikkinchi variantni tanlab turib, identifikatsiya so'raymiz. Identifikatsiya so'raganimizda mana bu joydan VIN kod, SID key, mana probegi chiqib keladi, okalar. Vнимание qilamiz. Mana shu joyga probegi chiqib keladi. Biz bu joydan probegini o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin, lekin men hech kimga tavsiya bermayman bunaqa ishni. Xo'p, endi ichini ochib oldik. Pasportlar bilan biz tanishib chiqdik, VIN kodlar bilan tanishib chiqqanimizdan keyin mana bu joyda konfiguratsiya degan joy bor. Konfiguratsiyaga o'tamiz, okalar. Konfiguratsiyaga o'tganimizdan keyin chitayna degan joydan bosamiz. Chitaynani bosganimizda mana bu joyga bizni moshinadagi tabloning ichidagi fonda ma'lumotlarini bizga beradi. Xo'p, bu yerda mana bo'limlar bor. 02, 03, A1, A2, A3, A4, A5, A6 demak. Xo'p, chitayna qilganimizdan keyin ma'lumotlarni oldik biz. Olganimizdan keyin mana A1, A3 tabloda menyu bo'ladi. Menyuni ichidagi ma'lumotlar, menyuni ichida bizga ko'rsatib turadigan ma'lumotlar, ashibkalar, shuni A1 bilan A3 ni ichida turadi okalar. Hop, A2, A1, 02, 03, A5, A6, A4larda kod ashibkalar yotadi. Mana bu joydan chiqadi. Bemalol bitta qarab, pitishka qilib, o'chirib, xohlaganimizni o'chirib, xohlaganimizni yoqishimiz mumkin bo'ladi okalar. Mana bu joyda A1, A2, A3 mana bitta xohlaganimizni yoqib, o'chira olamiz okalar, xudo xolasa. Ishimizni mana bu joydan hammasini yoqib, o'chirib, ishimiz bitkazib bo'lganimizdan keyin mana bu joydan zapisat knopkasini bosganimizda tabloyimizga biz hozirgi qilgan konfiguratsiyamiz xudo xolasa o'tib qoladi, uspешно bo'lib. Xo'p, endi Gem BSM ichiga kiramiz. Mana bu joydan VIN kodini almashtirsa bo'ladi. BSM ichiga kirib, bunda ham identifikatsiya qilib turib, chitayna qilib turib, VIN kod shunaqa hokazo narsalarni o'zgartirsa bo'ladi okalar bu yerda ham. Demak, bizga asosiy kerakligi mana shu ikkitasi bo'ladi bu joyda. Xudo xolasa onlayn Gem Pro'ga ham ko'rsatib qo'yishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha vaqt topib. Xudo xolasa videolarga chiroyli qo'llab-quvvatlashingni ham shart emas. Bu prosta mana yangi ish boshlagan novichok tanishingiz bo'lsa, videoni xudo xolasa jo'natib qo'ysangiz, savobi sizga ham tegadi, xudo xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.